Ey hurmatli akalar, ukalar, jufti halolilarni nikohilariga olgan paytda hamma narsasini olgansizlar, qabul qilgansizlar. Yedirish, ichirish, kiydirish, kerak bo'lsa o'qitish, davolatish, hamma ta'minot bizning bo'ynimizda. Uylanganingizdan keyin nimaga ayolingizga qaramayapsiz? Nimaga farzandingizni boqmayapsiz? Nimaga uning ehtiyojlari uchun unga moddiy tomonlama yordam bermayapsiz? Payg'ambar alayhisalom aytadi: "Ittaqulloha fin nisa." Ayollar borasida Allohdan qo'rqinglar deydi. Va o'zlarining boshqa muborak so'zlarida: "Akrimun nisa, fa vallohi ma akramahunna illa karim va la ahanahunna illa laim." Ayollarni hurmatlanglar. Ayollarni pastkash insonlar, razil insonlar xorlaydi. Oliy janob insonlar esa ularni qadriga yetadi, ularni hurmatini joyiga qo'yadi, e'zozlaydi. Bugun ayolni qiynayotgan, bugun unga zulm qilayotgan erkak qiyomat kuni Allohning huzuridagi shiddatli azobga tayyor turginki, ertaga Allohning huzurida javob berasan. Opang bordir, singling bordir, ana bulardan qo'rq. Ertaga bularga ham zulm qilinishidan qo'rqin.